Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari. Akalar, mol oldim, xudo xolasa shuni bir qator sizlar bilan ulashkim keldi. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, bizni chet elda kuzatib turgan hamyurtlar, barchalarni Ramazon oyi bilan yana bir bor tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, sabr, toqat tilayman. Aka-ukalar, 7 ta mol oldim, qirg'iz paroda mollari. Mana shularni bir qator sizlar bilan ulashkim keldi. Mana aka-ukalar, bu molimiz ko'rishingiz mumkin. Mana buni aka-ukalar 15 million 400 mingga oldim. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisini. Mana hammasi qirg'iz paroda aka-ukalar. Buni 15 million 600 mingga oldim. Kommentariyada kutaman aka-ukalar javobinglarni. Narxi balandmi yoki o'rta holatdami yoki qimmatmi? Mana bunisi. Bunisi yotibdi ekan. Mana bunisi aka-ukalar. Ko'rishingiz mumkin. Bunu 15 milyon 700 mingga oldim. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Bunu 16 milyon 300 mingga oldim. Mana aka-ukalar, ko'rishingiz mumkin. Bunu 15 milyon 200 mingga oldim. Buni ham bir qator. Mana aka-ukalar, buni ham 15 milyon 700 mingga oldim. Sariqni ham ko'rsataman. Mol charchagan. Hammasi qirg'izning mollari. Aka-ukalar, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ko'paytirish niyat bor. Joyni ham ko'rishingiz mumkin. Mana oxirlar beklarga yem hashalarni solib bemalol beraverasiz. Suv bo'lsa, suvni ham mana shu holatda shu yerga to'kib turib suvni, keyin naryoqda probkasi bor, uni ochib yuborsangiz hammasi oqib ketaveradi.